Nimani motori bu aka? Furanikimi? 8 qildirgan sportiv. Sportivni ha? Tormozlari ham Qizigan ham o'sha. Qani? Salonlari ham test monitorlari bor, qimmat chexollar taqilgan. Mashinaga nima qo'yilishi kerak bo'lsa, hammasi qo'yilgan ekan. Faqat bitta muammo bor, egasi bilan kelishib olish kerak. Kraskasi qayerda bu? Kraskasi bu yerda pitnocha bor. Bitnocha bor ha. Qolgan joyga javob. Yurgani qancha mashina? 2 kun yurgan. 2 kun yurgan ha. Hech bir so'rayapsiz. 2,5 so'rayapmiz, kelishtiramiz. Aka qarang, 2,5 ming sal baland, lekin mashina zo'r. Qancha deyapsiz? 2,5 so'rayapmiz. Aka bitta narx qo'yishimiz kerak, sotilib ketish kerak. 6800 qo'yib beray. Undan tushirmaysizmi? Undan tushiraman. Nomer ayting. 90lik 90lik 265 265 4323. 4323 ha. Nexia 2 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 1.8 motor qo'yilgan, dokument qilinganmi? Ya Dokument qilinadi ha. Qilinadi. Konditsionerlari ishlaydi. Konditsionerlar ishlaydi 100%. 6800 ga baraka qildik ha. Mashina texnik umuman ishi yo'q. Yo'q. Olish kerak, haydash kerak. Juda qiladigan odam haydaydi. Barakasini bersin aka.